Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashishning turlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashish ikki turga bo'linadi: tashqi va ichki. Tashqi ergashish bu namoz, zakot, ro'za, haj, jihod va boshqa tashqi ibodatlarni o'z ichiga oladi. Ichki ergashish bu namoz va boshqa ibodatlarda xushu bilan band bo'lish, Qur'on tilovatida fikr yuritish va itoatni mukammal bajarishdir. Kim ushbu ma'naviy va ruhiy jihatni tushunmasa, u ichki kasallikka duchor bo'lgan hisoblanadi. Alloh taolo bunday marhamat qilgan: yer yuzida nohaq kibr qilayotganlarni o'z oyatlarimdan buraman. A'rof surasi 146-oyat. Gunohkor kishi mastga o'xshaydi, chunki u itoatdan yiroqlashib, manmanlik va kibru havoga beriladi. Holbuki itoatsizlikdan ko'ra tavozelik yaxshiroqdir. Alloh taolo Ibrohim alayhissalom haqida shunday degan: Kim mening yo'limdan ergashsa, albatta u mendandir. Ibrohim surasi 36-oyat. Shunday ekan, kim payg'ambarga ergashmasa, u Alloh taolo tomonidan rad etiladi. Alloh taolo Nuh alayhissalom qissasida shunday degan: Albatta o'g'lim ahlimdandir. Hud surasi 45-oyat. U zot aytadi: Ey Nuh, albatta u o'g'ling sening oilangdan emas, chunki u yaxshi amal qilmagan, yomon amal qilgan. Hud surasi 46-oyat. Demak, ergashish shunday narsaki, u ergashuvchini ergashilgan shaxsning bir qismi kabi qiladi, garchi u begona bo'lsa ham. Bunga dalil sifatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Salmon bizdan, ya'ni ahli baytdandir degan so'zlari keltiriladi. Ma'lumki, Salmon Forsiy edi, ammo u payg'ambar alayhissalomga ergashgani sababli mazkur maqomga erishdi. Xuddi shunday, qanday qilib ergashish bog'liqlikni isbotlasa, ergashmaslik ham ajralishni ko'rsatadi. Yaxshilikni qayerdan topasan? Alloh taolo barcha yaxshiliklarni bitta uyga jamladi va uning kaliti payg'ambar alayhissalomga ergashish. Bas, sen ham Alloh senga bergan rizq bilan qanoatlan. Dunyoga rag'batni kamaytir. Ortiqcha gap so'z va amallar bilan shug'ullanma. Kim uchun nabiyga ergashish eshigi ochilsa, bu uning Alloh tomonidan sevilganiga dalildir. Alloh taolo aytadi: Agar Allohni yaxshi ko'rsangiz, menga ergashingiz. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh kechiruvchi va mehribondir. Oli Imron surasi 31-oyat. Agar butun yaxshilikni istasang, shunday duo qil: Allohim, sendan rasulingga so'z va amallarda ergashishni so'rayman. Kim buni istasa, u Allohning bandalariga zulm qilmasligi, ularning, ya'ni payg'ambarning sha'nini, nasabini haqorat qilmasligi lozim. Agar bandalar bir-birlariga zulm qilmasalar, Allohga intiladilar. Ammo zulm ularni to'sib qo'ydi. Xuddi qarzdor odam qarz egasi tomonidan to'xtatilganidek. Bilginki, sen podshohning yaqin kishisi bo'lsang va ustingdan biror kishining qarzi bo'lsa, u seni qattiq qiynaydi. Hatto qarz juda oz bo'lsa ham. Shunday ekan, qiyomat kuni seni qanday ahvol kutayotganini tasavvur qil. Qiyomat kuni. Tasavvur qil. Qiyomat kuni 100 minglab odamlar yoki undan ham ko'proq kishilar turli qarzlar, mol-mulk haqlari, tuhmat va boshqa huquqbuzarliklar uchun seni talab qilsa, ahvoling qanday bo'ladi? Haqiqiy tavba. Haqiqiy tavba qiluvchi bu gunoh va shahvatlar balosidan najot topgan odamdir. Gunohlar va ehtiroslar uni eskirib ketgan mesh kabi holga solgan. Bu odam baxtsiz va musibatga giriftor bo'lgan kimsadir. U dunyo lazzatlaridan bahramand bo'ldi, istaklarini qondirdi, ammo natijada ular hojatxonaga jo'natildi yoki xotini uchun sarflandi va afsuski, bu narsalar haloldan ham bo'lmagan. Boshlang'ich maqom. Barcha ruhiy maqomlarning birinchisi tavba bo'lib, u bo'lmas ekan, keyingi maqomlar ham qabul qilinmaydi. Gunoh qilgan banda yangi qozonga o'xshaydi. Ostidan olov yoqilsa, u qorayadi. Agar darhol yuvilsa, bu qora dog' ketadi. Ammo uni yuvmay, qayta-qayta ishlatilsa, dog' shu qadar o'rnashib qoladiki, oxir-oqibat qozon yaroqsiz holga keladi va uni yuvish ham foyda bermaydi. Xuddi shunday, tavba
qalbdagi qora dog'larni yuvuvchi vositadir. Qachonki qalb poklansa, insonning amallari ham Alloh tomonidan qabul qilinadigan bo'ladi. Shuning uchun doimo Allohdan tavba ne'matini so'ra. Agar tavbaga musharraf bo'lsang, bilginki sening vaqting go'zal kechmoqda. Chunki tavba Allohning inoyati bo'lib, u uni o'z bandalaridan xohlaganiga ato etadi. Ba'zan bu inoyat yorilgan tovonli bir xizmatkorga nasib qiladi-yu, lekin uning xo'jayiniga bunday sharaf nasib etmasligi mumkin. Yoki bir ayol tavbaga erishadi-yu, lekin uning eri yo'qotib qo'yadi bu maqomni. Yoxud bir yosh yigit tavbaga erishadi-yu, ammo bir keksa bunga noil bo'lmaydi. Kim tavbaga erishsa, bilsinki, Alloh uni sevgan, chunki Alloh taolo aytadi: albatta, Alloh tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi va poklanuvchilarni ham yaxshi ko'radi. Baqara surasi 222-oyat. Faqat biror narsaning haqiqiy qadrini anglagan kishi undan quvonadi. Agar qimmatbaho yoqutni hayvonlar oldiga sochsang, ular uchun arzon arpa undan qimmatroq ko'rinadi. Shunday ekan, o'zingni qaysi guruhga mansub ekanligingni o'ylab ko'r. Agar tavba qilsang, Allohga suyuklilardan bo'lasan. Agar tavba qilmasang, unda zolimlardan sanalasan. Alloh taolo aytadi: kim tavba qilmasa, bas ana o'shalar zolimlardandir. Hujurat surasi 11-oyat. Tavba qilgan inson yutadi, tavba qilmagan esa ziyon ko'radi. Hech qachon tushkunlikka tushma va necha marta tavba qildim, lekin yana buzdim deb sira aytma. Chunki jon bor ekan, bemor doimo hayotdan umid qiladi. Allohning sevgisi. Qachonki banda tavba qilsa, jannatdagi uyi undan xursand bo'ladi. Osmon va yer uni quvonch bilan qarshi oladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ham u bilan shodlanadilar. Bunga dalil sifatida hadis keltirilgan. Mo'min vafot etsa, hatto u sajda qilgan yer ham uni sog'inib yig'laydi. Shuningdek, yana bir hadisda aytilgan: payg'ambarimizga ummatining amallari taqdim etiladi. Yaxshiliklar uchun Allohga hamd aytadilar, yomonliklar uchun bizga mag'firat so'raydilar. Alloh taolo faqatgina sevuvchi bo'lish bilan kifoyalanmaydi, balki u sevilgan bo'lishni ham xohlaydi. Axir sevuvchi bilan sevilgan o'rtasida qanday katta farq bor? Allohning ne'matlarini bila turib, baribir unga osiy bo'lishga jur'at qilgan bandaning holiga voy. U gunoh qilgani orqali Allohning inoyatini anglamagan, Allohning haqiqiy qadrini fahmlamagan kishi unga doimo itoat qilishga intilmaydi. Allohdan boshqa narsalar bilan band bo'lgan kishi foyda ko'rmaydi. Odam o'z nafsining uni halokat sari yetaklayotganini bila turib unga ergashadi. Qalbining uni hidoyat sari chorlayotganini bila turib unga itoat etmaydi. Uning oldida gunohning naqadar yomon ekani ayon bo'lsa ham, baribir unga qo'l uradi. Agar u Allohning adolatini, u zotning buyukligiga mos holda anglaganida, uning huzuriga osiy holatda borishga jur'at qilmagan bo'lardi. Agar u Allohning har doim yaqin ekanini va u har bir ishini ko'rib turganini bilganida, albatta uning qaytargan narsalaridan o'zini tiyardi. Dunyoda ham, oxiratda ham, g'oyib va hozirlikda ham Allohning qo'l ostidamiz. Agar banda shuni bilganda edi, Allohdan hayo qilish lozimligini tushungan bo'lardi. Agar u zotning qo'l ostida ekanini his qilganida, gunoh bilan unga qarshi chiqishga jur'at qilmagan bo'lardi. Gunohning oqibatlari. Bilki, gunoh qilish Alloh bilan tuzilgan ahdni buzishdir. Bu do'stlik va ehtirom rishtalarini uzib, nafs istaklariga ergashish, hayoni chetga surib, Allohga u rozi bo'lmagan ishlar bilan qarshi chiqishdir. Bundan tashqari, gunohning inson a'zolarida ham yoqimsiz ta'sirlari bor. Birinchi, ko'zdagi quruqlik, ya'ni yig'lay olmaslik va qalb yumshoqligidan mahrum bo'lish. Ikkinchi, ibodatdagi dangasalik. Uchinchi, hurmat va ehtiyotkorlikdan voz kechish. To'rtinchi, nafs istaklarining kuchayishi. Beshinchi, ibodat zavqining yo'qolishi. Gunohning qalbga ta'siri esa undan ham og'irroq. Birinchi, qalbning qattiqlashishi. Ikkinchi, nafsning itoatsizligi va Allohga qarshi turishi. Uchinchi, shahvatlarning ko'ngilni tor qilib qo'yishi. To'rtinchi, ibodat lazzatini yo'qolishi. Beshinchi, Allohdan uzoqlashtiruvchi holatlarning ketma-ket kelishi. Gunohning yurak va ruhga ta'siri. Gunohning yana bir natijasi Allohning nuridan mahrum bo'lish,
Havoyi nafs hukmronligiga tushib qolish va shubhalarning ketma-ket kelishidir. Bunday odam o'zining oxiratdagi manzilini unutadi. Hisob-kitob kunining uzoqligiga ishonib, aldanadi. Agar gunohning yagona zarari ismning o'zgarishi bo'lsa ham, bu kifoya qilardi. Chunki sen itoat qilayotganingda yaxshi, Allohga yaqin banda deb atalasan. Gunoh qilganingda esa isming yomon, yuz o'girgan bandaga o'zgaradi. Bu hali ismning o'zgarishi xolos. Endi ta'sirlarning o'zgarishini o'ylab ko'r. Ilgari ibodatning halovati qalbingda bo'lsa, endi shahvat lazzati bilan almashdi. Ilgari xizmat qilishing, ibodating zavqi bo'lsa, endi shahvatga berilishning zavqi uni o'rnidan surdi. Bu ta'sirlarning o'zgarishi bo'lsa, endi sifatlarning o'zgarishini tasavvur qil. Ilgari sen Allohning huzurida go'zal xususiyatlar bilan tavsiflangan eding. Endi esa yomon sifatlarga ega bo'lding. Bu hali sifatlarning o'zgarishi xolos. Endi darajangning o'zgarishini o'ylab ko'r. Ilgari Alloh huzurida solih bandalar qatorida eding. Endi esa buzg'unchilar safiga qo'shilding. Ilgari taqvodorlar qatorida eding. Endi esa xoinlar safiga tushib qolding. Agar gunohlar yuzingga ochiq bo'lsa, Allohdan yordam so'ra, unga iltijo qil. Yuzingni yerga tekkizib, "Ey Robbim, meni gunoh xorligidan itoat sharafiga ko'chir" deya yolvor. Allohning do'stlari bo'lmish solih zotlarni ziyorat qil. Qabrlari oldida shunday deya duo et: "Ey mehribonlarning eng mehriboni bo'lmish Alloh,